kechqurun soat 00:12 ga mana bu bala Jul dedim men senga. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarga Zapal sarlavhasi bilan har xil bo'lar bo'lmas videolar joylashtiriladi. U yerda kimnidir ushlab olgan, kimnidir eri, kimnidir xotini xiyonat qilgan. Bu voqealar qanchalik rost, qanchalik yolg'on bizga qorong'u. U faqat voqea ishtirokchilariga ayon. Bugun biz hikoya qilmoqchi bo'lgan voqea ana shunday zapallarni uyushtirib, orqasidan mo'may pul topayotgan jinoiy to'da haqida bo'ladi. Olasizmi, sotasizmi? Olamiz ham, sotamiz ham. Bizga farq yo'q. Telefon hozir hammada bor. Shuni olib sotsa bo'ladi-ku. Bunaqada qamalib ketadi-yu. Shikoyat qila olmaydi. Hozir ko'rasan, chiqadi, ketib o'rgan qiz. Mana so'ragan narsalaringiz. Telefoningizni berib turing. Mayli jonim bilan mana. 5 million pul kerak. Hech narsa qilganim yo'q. Endi 5 million pul so'rayapti. Bugun biz hikoya qilmoqchi bo'lgan voqea muhabbat, nafrat, ayyorlik, razillik va ahmoqlik haqida. Har qanday jinoyat tarkibida ahmoqlik mavjud. Zero usiz jinoyat ham bo'lmaydi. 2024-yil yanvar oyida jinoyat ishlar bo'yicha Guliston shahar sudiga fuqarolar Oripova Dilbar, Ravshanov Umar hayitib suroshlarini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 4-qism V bandi, 165-moddasi 3-qism A bandi hamda 227-moddasi 2-qismi A bandi bilan ayblash haqidagi jinoyatchi kelib tushdi. Qo'qonboyev Xislatjon Muxtorovich, jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi sudyasi. Mazkur jinoyatchini sud tergovida tergov qilish jarayonida aniqlanishicha, ushbu fuqarolar bir guruh bo'lib jinoiy til biriktirgan holatda jinoiy uyushma tashkil qilib, vazifalarni o'zaro taqsimlashgan. Taqsimlangan o'zaro jinoiy vazifalarga ko'ra Oripov va Dilbar yosh, uylanmagan yigitlarni telefon orqali, Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ular bilan gaplashib, ularni o'z tuzog'iga tushirishi. O'z navbatda Ravshanov Umar hamda hayitib surashlar bo'lsa, ularni go'yoki ishqiy munosabatga kirishgan vaqtda ushlab olganlik vaji bilan ularni ushlab olib, yonida bo'lgan telefoni hamda boshqa qimmatliklarni olib qo'yishni jinoiy reja tuzishadi. Oripova Dilbarning shaxsiga to'xtaladigan bo'lsak, Oripova Dilbar Shirin shahrida onasi bilan yashagan. Sirdaryo viloyati Guliston shahridan bir mijozim murojaat qildi. Qodirov Isomiddin Hojiboyevich, advokat. Dilbar Aripovani men himoya qilib, dastlabki tergov va sudning birinchi instansiyasida himoya qildim. Men Dilbar Aripovani oilasi bilan tanishdim. Oilasi bilan tanishganimda, onasi bilan suhbat qilganimda, onasi bu Dilbar Aripovani judayam tanti qiz bo'lganligini, maktabda ham yaxshi o'qimaganligini, biroq u chiroyli bo'lganligi uchun ko'cha-ko'yda ko'p yurganligini ma'lum qildi. Onasi hattoki aytdiki, men qizimni oxirgi paytlar umuman jilovlay olmadim, tarbiyasiga qaray olmadim, aytganimni qilmadi. Kechasi kunduz uydan chiqib ketib, mahallada qarindosh o'g'illarning oldida juda ham sharmanda qildi deb onasi gapirib berdi. Shundan keyin Oripova Dilbar Guliston shahriga kelgandan keyin shu yerdagi go'zallik salonlaridan biriga ishga kirib, undan keyin jinoiy guruh a'zosi Ravshanov Umar bilan tanishib, u bilan ishqiy munosabatga kirib, undan homilador bo'ladi. Ravshanov Umar bo'lsa oilali bir nafar farzandi bo'lgan, lekin oilasi bilan turli kelishmovchilik sababli u ham ajrashgan bo'lgan. O'z navbatda Ravshanov Umar muqaddam hokimiyat idoralarida turli lavozimlarda ishlagan, lekin ayrim sabablar bilan ishdan bo'shab, biror bir foydali mehnat bilan shug'ullanmasdan umumiy daromad orttirish maqsadida o'zlarini jinoiy maqsadlarini amalga oshirib kelishgan. Telefonlar olamiz, sotamiz. Bu telefonlar, yangi telefonlar hammasidan bor. Assalomu alaykum. Kelib qoling. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling aka. Olasizmi, sotasizmi? Olamiz ham, sotamiz ham. Bizga farq yo'q. Sizda qanaqa? Menda yo'q. Telefon? Yo'q, sotiladigani yo'q. Bizda bor bo'lmasa, oling mana qarang. Viberni qarang ko'pligini. Zo'r ekan telefoninglar. Unda soting.
Yo, menga kerak Qo'laman. emas. Rahmat. Nima top qolaman? O'zim shunda aylanib. Okey. Okey. Ey! Odamlarga hayronsiz. Na unisiga ko'nadi, na bunisiga ko'nadi. Bozorda nima bor ekan? Siroj Guliston davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetida tahsil olardi. Kontrakt pulini to'lash uchun esa bozorda telefon savdosi bilan shug'ullanardi. Hamma balo shundan boshlandi. Jiyan, savdolar qalay ketyapti? Uncha yaxshi emas. Sotay desam telefon ham yo'q. Telefon? Telefon hozir hammada bor. Shuni olib sotsa bo'ladi-ku. Ular o'zinikida bermaydi. Unda tortib olish kerak. Qanday qilib? Bunaqada qamalib ketadi-yu. Aybini bo'yniga qo'yib, keyin tortib olsa bo'ladi. Shikoyat qila olmaydi. Dasturxon atrofida Dilbar o'ziga ko'plab shilqim yigitlarni qo'ng'iroq qilishini, ularni biron joyga taklif qilib, telefonlarni olib qo'yishni taklif qildi. Bu taklif yigitlarga ma'qul keldi. Ish puxta o'ylanib, ishlab chiqildi. Alo. Ha, kim bu? Ha, tanidim. Tushunarli, xo'p. Ber turchi. Ha, o'zimiz telefonda. Telefoningiz zo'r ekan. Endi o'zim so'ragandaga telefonni zo'r bo'lishi kerak. Qo'ymaysan. Albatta. Kimdir yangi va qimmatbaho telefon xarid qilsa, havas o'rniga hasad qiladiganlar ham topiladi. Amakivachchasining yangi telefon olganiga Sirojning ichi kuyib g'ash keldi. Qarindoshidan boshlamoqchi bo'ldi birinchi ishini va hamma ma'lumotlarini Dilbarga oqizmay tomizmay yetkazdi. Oxiri kim ekan navbatga? Ha. Sizmi? Sizdan keyin menmi? Alo. Kim bu? Yo'q, tanimadim. Shukur pasport stolida navbat poylab turganida telefoniga notanish bir qiz qo'ng'iroq qilib, Telegramga kirishini so'radi. Kirsa, u yerda go'zal bir qizning videosi joylashtirilgan. Kamiga u go'zal Shukurni uchrashuvga ham taklif qildi. Yigitchilik erib ketib yo'q deya olmadi. Hozir ko'rasan, chiqadi ketib olgan qiz. Rostdan o'zi chaqirdimi seni? Albatta, bilmasmiding? Qizlar meni ko'rsa, shundan hayriladi.
Siroj Shukurni qo'l telefonini bozorda 1 million so'mga sotib, sheriklari bilan restoranda birinchi jinoyatni, ya'ni pochinni nishonlashdi. Jiyan, amakivachchang qanaqa odam o'zi? Xotining telefonimni qaytarib bersin deb jonga tegdi-yu. Voy past. Sen birovni xotini bilan uchrashuvga chiqding. Seni ushlab olishdi. A sen bitta telefon bilan qutulyapsan. Shukr qilsang-chi. Shunaqa past odamlar ham ko'p ekan. Ey, o'zichi yaxshi bola emas u. Shoshmay tursin. Telefonni talab qilgani uchun pushaymon yediraman. Qani. Alo. Shukur aka. Kechagi voqealardan keyin ancha asabiylashdim. Shifokorlar homilang tushib qolishi mumkin deyapti. Yotib davolanishim kerak ekan. 5 million pul kerak. Siz to'laysiz. Hammasiga siz aybdorsiz. Agar to'lamasangiz, ichki ishlarga ustingizdan murojaat qilaman. Yomonsan. Taktikang kuchli. Aytadi-yu, eng yaxshi himoya bu hujum deb. Qani, oldik bo'lmasa. Oldik. Birinchi jinoiy rejalari yaxshigina natijasini ko'rsatib, silliq o'tgandan ilhomlangan holatda yangi o'ljalarni izlay boshlashadi. Tuzilgan reja har qancha puxta bo'lmasin, har doim ham hayotga to'g'ri kelavermaydi. Shu kunlarda Dilbarga hech kim qo'ng'iroq qilib, uchrashuv taklif etmadi. Jinoyatchilar esa tashabbusni bu borada ham o'z qo'llariga olishdi. Mijoz bularga chiqmasa, demak bular mijozga chiqishni reja qilishdi. Orif va Dilbar Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali Hazratqulov bilan tanishadi. Shundan keyin uni Guliston shahridagi istirohat bog'iga taklif qiladi. Odamlar kam joyi, gavjum bo'lmagan joyda bir xona uchrashib o'tirishadi. Shu vaqtda jinoiy guruhning ikki a'zosi kelib, go'yoki fuqaro sharmanda bo'lmaslik hamda o'ziga boshqa har xil gap so'z orttirmaslik maqsadida hech qayerga ariza bilan murojaat qilmaydi. Bular bo'lsa, qo'lga kiritilgan telefon hamda pul mablag'larini o'sha kunning o'zida telefonni sotib, pullarni bo'lib, taqsimlab olib, o'zlarini ehtiyojlar yo'lida sarflab yuborishadi. Umarjon tanirkansan-ku, a? Bekor qilibsan-da xotini bilan uchrashib. O'zi chaqirdi, bordim. Hech narsa qilganim yo'q. Endi 5 million pul so'rayapti. Qattan olaman 5 million nima? Qo'y, o'zim gaplashaman. Pul to'lamaysan. Bitta yaxshilik qilgan, ana telefonimni ham olib bergan, xotini olib ketgan. Sen qiziqmisan? Uyalmaysanmi shuncha ishni qilib telefonni ham so'ragan? Uni telefonni. Ular o'zlarining jinoiy harakatini davom ettirib, ushbu fuqaroni soddaligi hamda go'lligidan foydalanib, undan yana pul talab qilishni reja qilishadi. Orif va Dilbar ushbu fuqaroga telefon qilib, agar 5 million pul bermaydigan bo'lsa, uni uyiga borib, oilasini oldida sharmanda qilishi haqida qo'rqitib, undan pul talab qilishni boshlashadi. Keyin ushbu holatga jinoiy guruh a'zolari ham aralashib, o'z navbatida shu fuqarodan 5 million so'm pul mablag'larini qo'lga kiritadi. Hamma narsa tajribaga bog'liq. Hatto jinoyatchilar jinoyatdan jinoyatga o'tib, o'sib, takomillashib boradi. Agar ichki ishlar organlari xodimlari ularni vaqtida ildizini qirqmasa, jinoyatchilar shunaqa ustamon bo'lib ketishadiki. Dilbar, Umarjon va Siroj bu galgi ishlarni o'ta puxtalik bilan reja qilishdi.
Alo, Sardor aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Men turmushga chiqdim. Yaqinda farzandli bo'laman. Tabriklayman. Hali uylanmadingizmi? Yo'q. Meni bitta zo'r dugonam bor. Xolasangiz tanishtirib qo'yaman. Mayli. Unda ertaga stadionda ko'rishib olamiz. Bo'ldi, kutaman. Shundan keyin Orif va Dilbar eski bir tanishini topib, u bilan telefonlashib, uni ham Guliston shahridagi park taklif qiladi. Eski tanishi Shirin shahridan bo'ladi. Shirin shahridan bu yigit kelib, bu qiz bilan yana uchrashadi. Uchrashgandan keyin boshqa jinoiy guruh a'zolari avvalgi rejadagi ko'ra, tuzilgan jinoiy rejaga ko'ra, shu fuqaroni ham ishqiy munosabatga kirishgan vaqtda ushlaganlik vaji bilan uni o'sha yerda janjal chiqarib, telefonini tortib olib, uni o'zini ketkazib yuboradi. Dilbar, yaxshimisan? Bo'ladi. Bir tanishim bor. Bozorda quruq meva sotadi. Telefoni yaxshi. Shuni olamiz. Bo'lmasa, hozir raqamini tashiyman, bitta gaplashib ko'rchi. Xo'p. Chaqchuq do'konimizga xush kelibsiz. Dunyoda nima meva pishsa, shularni quritilgani hammasi bizni bozorlarimizda va bizni do'konimizda muhayyo. Miyam yaxshi ishlasin desangiz yong'oq yeng. Umurtqam yaxshi bo'lsin desangiz, anjirni quritilganini kanda qilmang. Yuragim baqvat bo'lsin desangiz, bargak iste'mol qiling. Mana bu qovoni urug'i. Bundan yeb turish esdan chiqmasin. Nimagaligini o'zingizlar bilsanglar kerak. Uyg'on, Nabi. chiroyli qilib ter. Xaridorlar kelib tatib ko'rsa urushmagin. Xo'p bo'ladi. Do'konni barakasi shu xaridorlarni yeb ko'rganida. Tushundingmi? Tushundim. Xo'p bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Uzr, tanimadim. Ha. Va tanishmiz. Bo'ldi hozir. Hozir. Bu polis shart emas, erta beraman hozir. Qayerda yashaysiz? Bo'ldi. Xo'p. Uyg'un bozorda quruq mevalar savdosi bilan shug'ullanardi. Notanish raqamdan notanish qiz qo'ng'iroq qilib, o'zini eski mijoz ekanligini, pista bodom yegisi kelayotganligini, ammo puli yo'qligini aytdi. Bu jinoiy guruhning navbatdagi rejasi edi. Salom, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Mana so'ragan narsalaringiz. Rahmat. Haligi telefoningizni berib turing. Mayli, jonim bilan mana telefonim. Jinoiy guruhning ssenariysi deyarli o'zgarmasdi. Dilbar qo'liga telefon olishi bilan Umarjon paydo bo'lardi. Sen men xotinimga shu qilmay qilib yuribsan. Toshmang aka, siz nima deb o'ylayapsiz? Kim bilan o'ynashayotganingni bilasan bo'lsa, men seni ko'rsatib qo'yaman. Birov xotinim bilan o'ynab turishga bo'lsin. Istabodan olib keldim, xolos. Sizni tanimaymanmi? Nima deyapsan? O'zingizni bosib oling. O'chir dedim senga. O'zingizni bosing deyapman. Senga hali. Zo'rg'a qochib qoldim. Ketmaysan, militsiya bilan milliy gvardiya chaqiraman deb turishib oldi. O'g'ay, Tallanni o'zim topaman deb sekin qochib qoldim. Keyingi safar notanish yigitlarni chaqiramiz. Ikkalangiz ham borasiz. Ular o'zaro taqsim olingan mulklarini ishlatib bo'lishgandan keyin yana yangi o'lja izlashadi. Bu safargi o'ljasi ularni taksiga hisoblanadi.
Assalomu alaykum. Aka ekan aka. Shu qizni shiringacha tashlab qo'ya olasizmi? Xo'p, 50 ming bo'ladi. 50 ming. Mayli, xo'p. O'tir Dilbar. Bo'pti. Bo'ldi, hammasi yaxshi. O'zi har doim shirin qizlar shiringa boradi-da. Nima xushomat qilyapsizmi? Nima qilibdi? Chiroylilarni chiroyli deydimi? Men ham o'zi sizga o'xshagan yigitni qidirib yurgandim. Telefon raqamingizni bering, gaplashamiz. u bilan gaplashib, u bilan ma'lum vaqt muddat telefon orqali sevgi, muhabbat, ishqiy munosabat haqidagi gaplar gaplashib, uni tuzog'iga ilintiradi. Ushbu fuqaroni ham uchrashuvga taklif qilib, uchrashgan vaqtda jinoiy guruh a'zolari ham avvalgi rejalariga ko'ra bu fuqaroni ham go'yoki ishqi munosabatga kirganlik vaji bilan ushlab olingan hisoblab, o'sha yerda uni telefonlari hamda boshqa pul mablag'larini qo'lga kiritishadi. Iya. Kechagi taksi-ku. Ketdik. Telefoningizni berib turing, dugonamga aytaman. Kiyimlarim yopishadi. Xo'p. Mana bering mana. O, sen meni xotinim bilan o'ynashib yuribsanmi? Sen bilasanmi kim bilan o'ynashib yurganingni? Umarjon Kirakash Farhodning yoqasidan olib do'pposlayotganda Siroj Dilbarni olib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Farhod ham anoyilardan emas ekan. Xotining telefonimni qaytarib bersin deb turib oldi. Bosimchilar taniysizmi? Yo'q, lekin qo'l telefoni bor. Keling. Assalomu alaykum. Mani ishga yuborishdi. Bir yigit xotinim bilan gaplashding deb telefonimni olib qo'ydi. Iya, sizni hammi? Ha. Mazkur jinoiy guruh o'zlarining jinoiy rejalarini amalga oshirish davomida asosan o'zlariga tanish, yaqin munosabatga kirishgan tanishlari bo'lgani sababli bular to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan jabrlanuvchilardan biri huquqni himoya qiluvchi organga ariza bilan murojaat qiladi. Olib borgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida ularni mazkur jinoiy harakatlari fosh bo'lib, jinoyat ustida qo'lga olingan. Bu voqea rivojlanib ketilishiga yo'l qo'yilmadi. Barchasi fosh etilib jinoyatchilar qo'lga olindi. Aks holda bilmadik bu uchovlon qaygacha borishi mumkin edi. Zero har qanday katta jinoyatlar ham mayda bezoriliklardan boshlanadi. Sud ularni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 4-qismi V bandi, 165-moddasi 3-qismi V bandi bilan aybli topib, Oripov va Dilbarni ayol kishi ekanligi, muqaddam sudlanmaganligi, yoshligini hamda ishdagi boshqa holatlarni inobatga olgan holda unga nisbatan sodir qilgan jinoyati o'ta og'ir turdagi jinoyat hisoblansa-da 4 yil 1 oy ozoddan mahrum qilish jazosi tayinladi. Jinoiy guruh a'zolari hisoblangan Ravshanov Umar hamda Hayitov so'rashlarini bo'lsa, ularning muqaddam sudlanmaganligi, yoshligini va boshqa holatlarni inobatga olgan holatda sud ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llagan holatda 6 yil 1 oy muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinladi. Mazkur jinoyat ishini ko'rish paytida Dilbar Aripova homiladorligi tug'ish arafasida ekanligini sud inobatga oladi. Ya'ni Dilbar Aripova o'zini qilgan ishidan chin ko'ngildan pushaymonligi sababli suddan unga nisbatan yengilroq jazo berishini so'raydi. Biz himoya tarafdan ham jazoni kechiktirish so'rab qilgan iltimosnomamizni sud qanoatlantirib, unga nisbatan 3 yil jazoni kechiktirish jazosi tayinlaydi. Mazkur jinoyat ishi yuqori instansiya sudlari tomonidan apellyatsiya taftish tartibida ko'rib chiqildi. Apellyatsiya tartibida ko'rib chiqish davomida Oripov va Dilbarni homilador ekanligi, muqaddam sudlanmaganligi, ayol kishini inobatga olgan holatda unga nisbatan qo'llanilgan
4 yil 1 oy ozoddan mahrum qilish jazosi Jinoyat kodeksining 72-moddasiga asosan shartli hukmga almashtirildi. Qolgan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan birinchi instansiya sudi tomonidan qo'llanilgan jazo choralari o'zgartirishsiz qoldirildi. Ro'zg'orimga baraka kirdi, o'g'lim qizim pul topyapti deb ota-ona xursand bo'ladi. Ammo bu mablag' qay yo'l bilan kelyapti? O'ylab ham o'tirmaydi. Jinoyat ko'chasiga kirgan yoshlar aytayotgan so'zidan, bosayotgan qadamidan ma'lum bo'ladi. Faqat biz ota-onalar biroz e'tiborli bo'lsak kifoya. Xulosa qiling, tergovning o'tkiri hali oldinda.